SSR paytidan qolib ketgan bolalar bog'chasi. U yerga ko'pchilik bormaydi, chunki qo'rqinchlik tarixga ega. Bu yerga borish uchun juda ham uzoq yo'llardan bosib o'tdik. Atrofdagi insonlardan so'radik va nihoyat u joyni biz topdik. Bog'cha SSR paytdan beri saqlab kelinadi. Bu yerda har xil bolalar ovozlari va arvohlar bor deyishgan va biz ichkariga kirib ko'rdik. Rostdan ham juda ham qo'rqinchlik va eski rasmlar va xonalarni biz birma-bir tekshirishni boshladik. Har xil yozuv va tovushlar bor va biz yerto'laga tushmoqchi bo'ldik. Ha, biz rostdan ham qo'rqdik va sekin pastga tushishni boshladik. Bu ovoz chiqarmaydigan eshik-ku bu. Bog'chada nima qiladi bunaqa narsa? Bog'chada bo'lmaydi-da mana bunaqa narsa. Yerto'la xonalarni birma-bir tekshirishni boshladik. Qorong'u va juda ham qo'rqinchlik. Sovet paytidagi yozuvlar. Ответственный odammi anaqasi. Va nihoyat biz bu yerdan chiqib ketdik va keyingi videoda bundan ham qo'rqinchli bo'lgan mehmonxonaga kiramiz.